O'zi Abbos, shunaqa qilganimga o'zi dadam so'kdi, to'g'risi. Akalar, bugun mana tamomlangan yangi obyektimizamiz. Bu yerda 600 kvadratdan ziyodroq profnasil ketgan. O'zi aslida bu yer chilipisa bo'lishi kerak edi. Ustagamiz o'zini uyiga profnasil qilgan. Lekin faqat tashqarini o'zi ko'rinmaydigan joy bo'lgan qizarog'i. Endi ustagamiz o'zidan bir so'raymiz, nimaga profnasil qildi? Nimaga tashqarini aynan chilipisa qildi? O'zi dadamdan ancha gap eshitdim, ko'chani ko'rib turib. Uyni bu holatda, ko'cha boshqacha holatdaligi uchun bir yo'l shundan qilmasdan deb turib gapirdi. Endi iloji yo'q. Hop, Adoyat aka, endi bu yerga profnasil ko'chaga chilipisa qildingiz. Qancha ob'yomda tuni ketdi? Bu yerga bitta aytib bersangiz. Hozir uka 400 metr profnasil uyning ichiga ketdi. Ko'chaga 76 metr chilipisa ketdi uka. 76. Endi kvadratiga hisob-kitobini chiqarish olaveradi. Endi orqaga 124 metr pechenni olganmiz tunuka. Endi uni vaqt bo'lganda qoqiladi. qatirib beramiz. Общий shunda 620 kvadrat atrofida tunuka material ishlatamiz. O'zim qilganim hisobida $8000 ketdi. 156 ming so'mga to'sini, loya, ana straplari, reykalari hamma yo'q bitta.